Ya, mana shu Mingbuloq tumani, Namangan viloyati Mingbuloq tumani. Men shu 8 yildan bu masjidxonada yashab kelyapman yolg'iz. Ha, bu yerda sharoit yo'q. Mana shunaqa Qattiq. sharoit yo'q deydi. Mana shunaqa joyda shu bitta xonada 8 yildan yashab kelyapman. Qiynalganim uchun sizlarga murojaat qildim. Buyerda endi hech qanday sharoit yo'q. Hojatxona yo'q. Qo'shnimniki chiqaman hojatxonaga. Kunlik medikarga boryotgandim. Shu uy-joydan rosa qiynalganim uchun xalqimizdan, ehsonli odamlardan ilojim yo'q. Ehson talab qilib, uy-joyli bo'lishim uchun xalqdan yordam so'rayapman. Bu uyda hidiga chidab bo'lmaydi. Qishda juda sovuq, yozda mana musullar hidiga chidab bo'lmaydi. Pasha talaydi, suvarak bosib ketadi, chayonlar ham chiqadi, dorilab turaman. Mana shunaqa ahvolda yashab kelyapman. Qiyinchilik, juda qiynalyapman uy-joyda. Hamma narsalar va'da. Yo'q. Hammam ham yo'q, hojatxona ham yo'q. Ellaga murojaat qilib ko'rdingiz. Murojaat qilganman, sabr qiling deyishadi. Deputatlar ham tekshirib ketadi. Vakillar tekshirib ketadi, sabr qiling deyishadi. Hech qanaqa narsa. Xalqdan yordam kutyapman. Xalqdan yordam kuchida bizga chiqdik. Xalqdan yordam kutyapman. Qiynaldim. Uy-joydan o'ta qiynaldim. Menga bir eksotik joy bo'lsa xalqimizdan ehson bo'lib, shu murojaat. Eksotik joyga men qanday yo'l bilan uy qilib yashamoqchiman. To'daylar o'zini halol umar yo'q. Ne yapayım? Şu ehson qiladiganlardan ehson qilsa so'rab qoladi-da. Ko'rib turibsizlar sharoitni. Kerak bo'lsa bu yerda mol ham boqmaysizlar-da, shu yer qayerda. Odam yashayapti shu holat. Qishda bir iloj qilib yashadim. Hozir uyimda elektr ham yo'q, ventilyator ham qo'yib bo'lmaydi. Buni hidiga umuman chidab bo'lmayapti. Hozir bu yerda elektr ham yo'q. Elektr ham yo'q uyimda ichida mana. Bunaqa. Ana zamakina bo'ladi. Ishlamaydi. Svit ham ishlamaydi. Shunaqa. Qiynaldim. Yoshim bir joyga borib qoldi. Kunlik medikarda ishlab, uy-joy qilolmay qiynaldim. Endi buni qo'lim og'riydi. Oshxonada idish yuvganim ham yaramay qoldim. Qo'lim og'rib, umuman ishga yaramay qoldim. Mana shunaqa ahvol. Topganim qonunni o'tmayapti. Shunaqa. Qo'shnimniki qochib chiqib ketaman. Hidiga chidab bo'lmaydi. Shunaqa iloji yo'q. Hayot. Ehsonli insonlarimizdan yordam so'rayman. Haqli savol tug'iladi xalqimizda endi. Yoshlar burja borib qolibdi, bola chaqalari yo'qmi degan savol tug'iladi. Bunga nima deb javob berasiz? Yolg'izman. Yolg'iz onamiz. Yolg'izman. Hammasi aka opalarim ham hammalar